Belgorodda aylanib yuribman-da. Ichimdan bitta narsa otilib kelyapti. Shuni aytib qo'yay sizlarga. Chiroyli joylar, zo'r joylar. Qani biz o'zbeklar uchun qurilgan shunaqa joylar qayerda? Qani tabiatda inomlari o'zbeklarimiz uchun? Qani bu ko'llari o'zbeklarimiz? Qani bu o'rmonlari O'zbekistonimiz? Qani bir ko'ngilochar joylari qayerda bu O'zbekistonimiz? Kim qaraydi bu narsalarga? Nimaga qarashmayapsan hech qaysini? Nimaga bilad xalq pulini bilad davlat yerda pulini bosish bilan ovora bo'lyapsanlar sizlar? Qani O'zbekistonimizni gursullagan mardlari bilad? Nimaga endi men bilan Belgorodga kelib xizmat qilishim kerak bu o'rislarga? Qani sen Hamid shuncha gapirgan gaplaring bilan qani havoga uchib ketdimi? Qani sen mard deding-ku, inson qo'rqish kerak emas derding. Nimaga qo'rqib qochib ketib yuribsan bilan, qochib yuribsan? Mubashshirni nima qildilaring? Nimaga bilan 10 ta odamni olib borib bilan buzib tashamading bilan Mubashshirga kirgan joyda? Buzib tashalmading. Qo'rqoq bilad. Kim bo'ldi O'zbekistonning hududlarini? Qani Turkistonda yerlari? Ko'tarmaysanlarmi xaritani? Nima qildilaring? Ko'tlaringga tiqdilaring bilad. Nimaga Qozog'istonni bilad it kelmaydigan joyida ham suv bor, biz O'zbekistonda suv yo'q. Nima bo'lyapti? Kim qaraydi bu masalalarga? Men savol beryapman. Yerlar, hududlar bo'linganda Qozog'iston qancha edi aholisi? Biz O'zbekiston qancha edi? Bugun qancha bo'ldi? Men shu shopirga savol beryapman. Qanaqa qilib buncha yerlar nimaga Qozog'istonga o'tib ketadi-yu, O'zbekiston bilan do'ppiday joyda qolib ketadi? Qani bu xoyillarni kim yozadi? Kim chiqaradi? O'lganimizdan keyin yozasanlarmi? Qaysi xoyillar bunchalik O'zbekistonni sotdi bilad? Qani arxivlar ko'tar bilad hammasini? Nimaga men kurash taklif qilsam qochyapsan? Ko'tlaringga tiqdilaring deyapman. Endi kurashib olamiz deyapman. Yer bo'lsa yer, suv bo'lsa suv deyapman. Nimaga bilad bitta qoplon o'zi qolib ketish kerak, bitta o'zi kurashish kerak. Qaysi biring javob berasan? Prezidentga ham yetkazinglar, qissan o'rnidan turib bilan. Chaqiring mana bilad. Biz olamiz, tuproq kerak bo'lsa tuproqni olamiz, suv kerak bo'lsa suvni olamiz. Ishlamayman вообще bilad Rossiyasida aytib qo'ying. Men boraman. Men kurashgani boraman. Qani o'zbeklarimizni bilad, haqqini joyiga qo'yib qo'yinglar bilad. Jahongir Muhammadga ham tashaylar bilad. Bir umr bilad Turon Turkiston deb o'tirding bilad. Bitta odam yozsa bilad bloglab qo'yapsan, uyalmasdan.
Chiqinglar o'zbekistonliklar bilan, mana men bilan aloqaga chiqinglar. Anasini sizga Turkistonni biz quramiz bilan. Men quraman bilan Turkistonni. Yelkama-yelka turadigan birortalaring yo'qmi sizlar bilan? Bilan bo'lib berib yordilaring. Bitta odam chiqib endi kurash taklif qilyapti sizlarga. Yuringlar kurashib bo'lsa ham olamiz bilan deyapti. Yerlarimizni olamiz deyapti, suvlarimizni olamiz deyapti. Nimaga bunchalik bilan qo'rqoqlik qilib pisinib o'tiribsizlar? Janob Mirziyoyev, davay, nimaga bunaqa qilyapsizlar? Nimaga xalqni ezyapsizlar bunaqa qilib? Nimaga bilat biz o'zbeklarimiz birovni yurtida bilat kelgindi bo'lib ishlash kerak, aytingchi? Nima bizni tuprog'imiz yo'qmidi? Yo'qmi bizni tuprog'imiz? Bizni vatanimiz yo'qmi? Nima biz endi shunaqa qilib qullikka bilat majburmizmi? Yo bizni farzandlarimiz bilat masjidlarga kelib yashashga majburmi? Mana birorta o'risdan so'rang biladi. Qorin dardini o'ylagan yo'q. Biz o'zbeklarimiz qorindan boshqa dardi qolmadi bugun. Nimaga qaramayapsiz bu masalalarga? Bitta chichqoq yozibdi menga. Buni ota-onasi, bola-chaqasi bormi deb tipa ugrajat qilib. Chichqoq. Bor ota-onamni, farzandlarim oldiga borgan Farg'onaga. Ota-onam kutinga o'tta barmog'ini urib oladi. Mansiz bilan seni eplab qo'yadi. Chichqoq. Menga ugrajat qilishing shart emas. Tvar. Men bilan o'sha Farg'onada turib hayqirdim, zo'ring bo'lsa chaq deb. Qaysi biring chiqdi endi bilan orqamdan ota-onasi bormi, bola-chaqasi bormi deb yozasan. Hamid aka, turing o'rningizdan biladi. Bugun Mubashshirni tiqdi, ertaga sizni tiqadi, ertadan keyin boshqasini tiqadi. Telefon qiling bilan kontaktlarim bor biladi. Turing bilan kurashamiz biladi. Yelkama-yelka turib kurashamiz. O'lib ketsak biladi, tuproq dardida o'lamiz. Eng bilad aziz o'lim bu. Agar o'lmaymiz lekin. Agar 1% agar imkoniyati bo'lsa o'lishdi. 1% imkoniyati bo'lsa. Eng muqaddas o'limni taklif qilyapman sizga. Sharaf bilan o'lishni taklif qilyapman sizga. Sharaf bilan o'lamiz. O'zgani yurtida o'lmasdan o'zimiz yurtimizda sharaf bilan o'lamiz agar o'lsak. Turing bilan o'rningizdan, kurashing bilan. Sharafli o'limni taklif qilyapti bilan bugun Jahongir sizga. Sizlarga bilan davlat to'ntarish qilinglar demayapman. Prezidentni almashtiringlar demayapman. Turinglar bilan ishlaylik deyapman. Nimaga tushunmayapsizlar shuni? Prosta ishlaylik deyapman. O'zbekistonimizni olib chiqaylik, kurashib deyapman. O'zbekiston uchun kurashaylik, tuproqlar uchun kurashaylik deyapman sizlarga. Xitoyliklar deb olib kelib bilan tiqyapsizlar. Turing o'rningizdan Hamid aka biladi. SMS yozasiz, bugun yetib boraman aka kerak bo'lsa. Bugun siz bilan men bilan yelkama-yelka turmasa kim turadi? Siz bilan men bir-birimizga toqat qilmasak kim qiladi bugun?
Biz ahvolimiz juda chataqlashib ketdi Hamid aka. Нет, она сидит, ну, Biz juda bilat qorinni tardidan ortmay qoldik. Ana bilat keling ko'ring aytdi hayotni. Birorta odam qorni haqida qayg'urgan yo'q. Prosta yashayapti bilat odamlar. Yana bir marta aytyapman, turing aka, ishlang o'rningizdan turib. Chaqiring ke bilat. Men sizga hukumatga qarshi chiqaylik demayapman. Men sizga prezidentga qarshi chiqaylik demayapman. Men sizga turing yelkama-yelka ishlaylik deyapman. Nimaga qo'rqyapsizlar bundan? Armiyamiz bormi? Bor. Resurslarimiz bormi? Bor. Hamma narsamiz bor bilat. Qaynaylar bilat. Kipit qilinglar naxoy. O'tirmanglar. O'tirsalaring bugun yutqizasizlar. Bugun O'zbekiston yutqizadi o'tirsa. Xulama kerak bo'lsa, xulamasdan bilat kamolat sari chiqamiz bilat. Sizdan boshqa hech kim bilan bilat gaplashmadim. Hamid dedim, faqat Hamid dedim. Hech bo'lmasa shuni hurmatini qiling bilan. Hamiddan boshqasi eplolmaydi dedim. Tushunyapsizmi? Hamiddan boshqasi eplolmaydi dedim. Biror marta eshitdingizmi g'ayrat deganimi, ixtiyor deganimi, yo boshqa deganimi, yo bular bosh vazir deganimi? Yo'q, Hamid eplaydi dedim. Tushunyapsizmi? Shu darajada ishondim. Hamid eplaladi dedim. Menga qo'sha Hamidni deyishganda ham yo'q, Hamid qiladi, o'g'il bola dedim. Davay turing Hamid. O'rningizdan. Ahdingizga sodiq bo'ling. Sodiqlikni unutsangiz, ko'p narsalar keladi boshingizga. Sodiq bo'ling. Meni ahdim bilan siz ahdingiz o'rtasida hech qanday farq yo'q.